Tirnoqni haftaning qaysi kuni olish kerak? Kerakli masala, bu ham ko'pchilik so'raydi. Endi dinimizda al-xayru la yuaxxar, yaxshilik kechiktirilmaydi. Jumladan o'sha tirnoqlarni olish ham sunnat hisoblanganligi uchun bunga bir kun belgilanmagan. Haftani qaysi kunida olinsa ham sunnat ado qilingan bo'laveradi. Lekin ba'zi sahobiylar, jumladan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuni juma kuni tirnoqlarini olganliklari, o'sha soch soqol mo'ylablarini qisqartirib g'usl qilib juma namoziga chiqqanliklari rivoyatlarda kelgan. Chunki bilamiz, juma namoziga katta jamoat yig'iladi. Shuning uchun imkon qadar inson o'sha xusurat bo'lgan holda va o'sha g'usl qilib o'ziga xushbo'yliklarni surtib, boshqalarga bir aziyat yetkazmaydigan holda chiqishligi tavsiya qilingan. Shu ma'noda juma kuni olishlikni savobi ko'proq deyiladi. Lekin masalan juma kuni olishga ulgurmagan odam bo'lsa, o'sib ketgan bo'lsa, shanba kuni olsa ham hech qanday buni karohiyati yo'q. Hali aytganimizdek, umumiy qoida yaxshilik al-xayru la yuaxxar, yaxshilikni kechiktirilmaydi. Demak, haftani boshqa kunlarida yoki ba'zilar shomdan keyin olib bo'lmaydi deydi. Bunaqa gap yo'q. Ya'ni kechasimi, kunduzimi, qaysi paytda bo'lsa ham demak olinsa sunnat ado qilingan bo'laveradi. Allohu a'lam bissavob.